Hozir davomli soati. Tutqunlarning ko'pchiligi uyquda. Ammo bir 17 yoshli bola bor. İsmi Asro. Hech ham uxlamaydi. Qamoqxona hovlisida aylanib yurib, bir she'rni qayta o'qigan. Do'stlar, men yurgan yo'ldan aslo yurmang hech qachon. Bugun o'z qilmishimda pushaymon. Ana qarang, o'sha men sizga aytgan bo'lar. Asro, bu yoqqa ket. Ota-onang Asrorni ko'rgani borsak bo'ladimi deb yana qo'ng'iroq qilishdi. Yo'q. Ularni jo'natmang bu yerga. Jo'natmang. Bordi ular kelishadigan bo'lsa. Qayerlardandir miltiq topib, ikkovlarini ham otib tashlayman. Ana shunaqa gaplar to'xtatgan. O'zingiz bir gaplashib ko'rasiz. Kel yigit, ana shu qo'yadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening ismim Tohir. Yozuvchiman. Bu yerga oldin ham kelgan. Xabarim bor. Ko'plar bilan suhbat ham qilgan ekansiz. Bolalar aytishdi. Lekin o'sha suhbatdoshlar ichida seni ko'rmagan. Isming nima? Asro. O'qigan she'ring kimniki? O'zimniki. Shoir hamman degan. Maktab chog'larimda menga tegganda She'ring yomon emas. Lekin juda alamli. bu zamonda alamdan boshqa yana nima bor o'zi? Ota-onam kelsa, ularni otib tashlayman deb telbanamo gapirdi. Bu gapingni qanday tushunsa bo'ladi? Qo'ying. Yaramagan gilam. Bordi ular mana shu eshikdan kirib kelishadigan bo'lsa, ikkovlarini ham shart otib tashlamagan bormi? Nega bo'lardi? Yolg'izgina farzandini kechalari qayerlarda yurib, kimlar bilan do'stlashib, nimalar qilib yurganini aqalli bir marta bo'lsa ham so'ramagan. Oqibatda hayot yo'llari adashib qolgan men bechorani tiriklar. Mana bu Go'ristonga tiqqan ota-onani otib o'ldirmak. Yana nima qilishim kerak? Nima qilishim kerak? Siz yozuvchi bo'lsangiz, mana shunday ota-onalar haqida, ularning o'z farzandlari hayotiga befarqliklari ekanligini yozing. Sen bola, meni galbimga og'ir yuklab qo'ygan, tamam. Kel, yaxshi shu narsalarni o'zing yoz. Har holda menga yaxshiroq bo'laman deyman. Yo'q, bunday qilolmayman. Qo'limdan kelmaydi. Sizni fe'l-atvor yozadi deyishdi. Sizning fe'l-atvoringiz u yerdagilarga nimaga kerak? Undan ko'ra ular hayot haqida kitob yozsin. Men bu yerga fe'l-atvor yozish uchun kelganim yo'q. Senga o'xshagan tarbiyalanuvchi bolalar taqyapti. Qissa yozish uchun keldim. Shunaqa deng. Bu yerda turli jinoyat qilgan bolalar bor. Siz ularning qaysi Tarbiyalanuvchi bolalar ichida
odam o'ldirganlar ham bor deyishdi. Ko'roq. Yo'q. Buni men o'ldirganim yo'q. Buni o'ldirgan boshqa. Boshqa. Qamar. Qamar o'ldirgan uni ko'ksiga pichoq sanchi. Qamar quloqlarini ostini jaranglaydi. O'layotib u odamning la'natlar bo'lsin senlarga. Nega chekkan faryodim? Lekin men nima qildim? Lekin men uni baqiriqlarini eshitgan quloqlarim kar bo'lsin. O'layotib qotil Qamarga jovdirab boqqanini ko'rgan ko'zlarim ko'r bo'lsin. Men seni yarangina qo'ydim shekilli. Endi senga boshqa savol bermayman. Bilib qo'y. Bir oydan keyin yana kelaman. Aynan seni oldingga kelaman. Shuning uchun boshingdan o'tganlarni qog'ozga tushirib qo'ysan. Men ularni bu yerni to'g'rilab kitob qilishga harakat qilaman. Bordiyu, men bu vazifani eplolmasam-chi? Eplaysan. Ha, endi yaxshi bo'l. Hayır. Boshimdan o'tganlarni qanday yozaman? Kimlardan madad so'rayman? Balki Dilfuza yordamga kelar. Qiziq. Hozir bu qayerlarda? Nimalar qilayotgan ekan? Dilfuz! Men seni juda ko'rgim kelyapti. Doim yonlaringda yurgim kelyapti, Dilfuz. Men qir adamdan quchoq rolilar berib, uni senga somon qilgim kelyapti, Asror. Dilfuz, mening senga atab yozgan she'rim esingdan chiqmadi. Yo'q, Asror. Yo'q. Hech ham esimdan chiqqani yo'q. Men uni o'sha sen yozib bergan kuniyoq yozmaganman. Dilfuz. Asror. Iltimos. Aytib ber. Faqat sen. Sening bilan yashasa qalbim. Sen desam-u butun dunyoning shu ishiga quloq tutsamchi. Kechir meni, nozli malaka. Seni maqtay olmasmidek. Senga shuncha chiroy berganki, aytib berki
maqtaydi. Sevgi desam faqat sen desam, senin bilan yashasa qalbim. Sen desam u butun dunyoning sho'rishiga quloq solsam jim. Kechir meni nozli malagim, seni maqtay olmasam tayin. Senga shuncha chiroy bergan kim? Aytib bergin uni maqtayin. Quyun kabi aylanar boshim, qarayman u ko'zim tinadi. Va jilvangdan ko'ngil ko'zgusi Voy, yurgizing. parcha bo'lib sinadi. Kechir meni nozli malagim, seni maqtay olmasam tayin. Senga shuncha chiroy bergan kim? Aytib bergin uni maqtayin. Shu qarashga bormi nihoya? Bo'larmanmi maqsadga vosil? Toparmanmi bir yangi g'oya? Bo'larmi murod hosil? Kechir meni nozli malagim, seni maqtay olmasam tayin. Senga shuncha chiroy bergan kim? Aytib bergin uni maqtayin. Aytib bergin uni maqtayin. Aytib bergin uni maqtayin. Dilfuza, bu yoqqa kel. Sen qiz, Majnun ishqida kuygan layliga o'xshab ketyapsanmi deyman? Bu nima deganingiz? Ana she'r yozishdan boshqa narsani bilmaydigan Mishqa Asrorni oshiq mashhurligini yig'ishtirgan. Opa, haqorat qilishni bas qiling. Men siz o'ylagan mishqilardan emasman. Hozirgina bebosh qizni yonini olasan deb ko'nglimdan o'tkazib turgandim. Siz o'zingiz nega hadeb Dilfuzani tergayverasiz? Chunki bu qizni otasiga maktabda ko'z quloq bo'lib turaman deb va'da berganman. Bilib qo'ying. Men sizning ko'z quloq bo'lib yurishingizga uzoq qiz emasman. Yoshim 17 ga to'lmasdan oshiq mashg'ulot yo'lidan yuradigan qizlardanman. Biz bu tuhmatlaringiz uchun maktab ma'muriyatiga ustingizdan arz qilamiz. Men esa bu qizni bir baloga duchor qilishmay tekishgan deb sen ustingdan ichki ishlarga arz qilaman. Majnun shayton, joni Masrorbek. Dilfuz, nega hadeb shu opa seni ortingdan poylaganin poylagan? U meni olimboning depsiz debranmas o'g'liga tegishga ko'ndirmoqchi. Nima? Qamarkaga? U menga oshiq bo'lib qolganmish. Agar uni sevgisini rad etsam, o'zini o'zi osarmish. Senga buni kim aytdi? Dadam. Dada?
Ularga bu gaplarni mana shu Azimxonga yetkazing. Agar milliarder Olimboy yurtida bo'lsangiz, siz ham tez orada millioner bo'lasiz deya sodda dadamni amriga. Dadam ham qizim bilan gaplashib ko'rib, sizga javobini aytaman degan ekanlar. Keyin dada, sen bilan gaplashdilarmi? Gaplashdilar. Xo'sh, sen nima deb javob berding? Yetti yolg'iz qizim, ochilmasdan so'ngan gul kabi xazon bo'lmasin desangiz, bu noxush gaplarni hayolingizdan chiqarib tashlang dadajon deya bag'lab yotirdi. Mehribonimning ko'zlaridan oqqan yoshlari yuzlarini yuvib ketdi. Sochlarimdan silagancha, meni kechir qizim, sevmagan insoningga seni aslo ravo ko'rmayman deya ko'zlarimga ma'yus boqdi. Azamxon payt poylab, dadamning oldilariga qatnagani haqida. Gaplarimga ko'nsangiz, uyingizga kelib, qizingizga onaxon bo'laman degan ekan. Nima? Yaramas. Voy, ana bezor, sanab keldim. Sanam? Men ketdim Asror. Men ketdim Asror. Asror, men ketdim. Men ketdim. Bu güzelliğin cilvelerden hali to'ymayapsanmi deyman, ha? Sinfga kirishim kerak. Tez gapir. Nega kelding? Bo'z g'azabdi. Aytgan tegishimni paytida keltirmayapti. Safimizdan o'zini olib qochish payti shekilli chiqib berib chiqyapti. Bundan yiqqan pullaring ko'payib qoldi axir. Ko'paydimi yo'qmi? Sen ishing bo'lmasin. Uni oldiga boramanmi yo'qmi buni o'ylab ko'r. Nima? O'ylab ko'raman. Ha, Esing joyidami seni? O'sni oldinga qo'ygan shartlar esingdan chiqdimi? yo'q. Hammasi esimda. Lekin sen hozir ket. Ket. Ketaman. Lekin nima deb? O'ylab ko'rarkan. Qaldirg'ochlar singan, qaldirg'ochlar singan. Endi qayta tizilmasa, endi qayta tizilmasa, hislarim ham quvonchli, hislarim ham quvonchli. Labdan endi uzilmaslar, labdan endi uzilmaslar. Sadarayhon soyasiday so'ndi tuyg'u, so'ndi sezgi. Chor atrofga boqmoqdaman, azongizga, azongizga. Chor atrofga boqmoqdaman, azongizga, azongizga. Nima qilishim kerak? Nima qilsam bo'ladi? Bunga hech aqlim yetmayapti.
Петличка. Endi o'sha davradan qanday yo'l bilan chiqishni ham o'zing hal qil. Sen kimsan? Men seni aqlingman. Aqlimsan? Xuddi shunday. Aql sadag'am ketdi. Sen menga o'sha qamar bo'z laqabli iblislar to'dasidan qanday qilib chiqib ketish yo'llarini o'rgat. Iltimos, o'rgat. Mayli. To'xta! Voy bolakay! Sen o'sha qamarbozning oromijon davrasiga birinchi bor olib kirgan bizlar emasmidik? Nega endi bizni o'sha oliy himmatimizdan osongina voz kechmoqchi, tortmoqchi bo'lyapsan? Hoy. Javrashni bas qil. Odam bolasini yo'ldan urishdan endi o'zingni tiy. Uning orzu-umidlariga jang solib, kerak holga keltirganing yetar. Ovozingni o'chir. Aqlman deb jirilma. Hozir zamon bizniki. Dilbar, dorilamon zamonga dil tekkizma. Umoniga cho'kayotdim ham. Odam bolasini yo'ldan urish fikridan qaytish haqida o'ylamayapsan-a? Sening gaplaring biz uchun bir chata. Qani, yonimga kel. Kela qol, qo'rqma. Kela qol. Kela qolsan-chi. Seni bo'z kutib qoldi. Boladan qo'lingni tort. Qo'yib yubor uni. Qo'yib yubor. Yo'q. Asro. Aqling borida ket bundan. Yo'q. Bor. Sinib ketdi. Yo'q. To'xta! Shoshma. O'zing sening oldingga qo'ygan shartini esla. Agar uni shartiga qo'ymasang, bir kechada ota-onang esladingmi? Yo'q. Buning gaplariga quloq solma. Bu seni aldayapti. Orqangga qayt. Qo'rqma Asro. Yonimga kelaver. Orqangga qayt. Yonimga kelaver. Shoshma. Qon daryosiga g'arq bo'lmagin desang, hoziroq men bilan yur. Men bilan yur.
Mero, Ah. Bilasan Qamar? nega undan darak yo'q deb sendan so'rayapman. Bilasan Qamar? Bu sen tayinlagan pullarni olish uchun uyga ketgan edim. Hali zamon kelib qolsa kerak. Qamar. Qamar. Bu kelyapti, qara. O'zi kelyapti. Keldingmi? Otarchining shumshuq Mero bolasi. Otamni haqorat qildi. Men aytgan summani olib keldik. Borishib. Senga qiyin. Shundayam qiyin. Gapni cho'zma. Maqsadga o't. Yaxshi. Maqsadim bugundan boshlab otarchi otangga yonda yurishga barham berasan. Har kuni, har soat. Biz bilan bo'l. Maqsad bu. Qancha desa? Shuncha cho'ntagingda bo'ladi. Bu pivoxonani ko'ryapsan? Puldorlarning anchasi o'sha yerda kayf safo qilishyapti. Ko'ryapman.
jasad soyga tashlanibdi-yu. Mash'um voqeani uzoqdan kuzatib turgan siz akaxon nega bu xabarni bizga kecha emas, bugun yetkazib o'tiribsiz? Sabab familiyangiz kim? Familiyam Imomaliyev. Otim Sur'at. Xo'sh, savolimga javob bering, o'rtoq Imomaliyev. Kechirasiz o'rtoq polkovnik. Do'stlar bilan kafeda pivoxo'rlik qilishib. La'natlar bo'lsin. O'sha zahrimonni yaratganlarga ham, ichganlarga ham. O'sha kasofat ichkilik tufayli necha oilalar barbod, qancha jonlar qurbon bo'lyapti. Buning uchun kim javob beradi? Kim? Navbatchi. Eshitaman o'rtoq polkovnik. Mayor sanayapsizlar. Eshitaman o'rtoq polkovnik. Siz o'tirishingiz mumkin. Bu kishi fuqaro Imomaliyev. Ularning aytishiga qaraganda kecha kechki payt soat 7-8lar chamasi 3-4 bezori Ana shunday. bir odamni kaltaklab o'tirib, jasadini anhorga tashlab yuborishdi. Ana shunday. Qayerda? Chehra degan pivoxona bor-ku. O'sha yerdan sal nariroqdagi anhor qo'ydi. Bezorilar necha kishi? Menimcha 4-5 kishi bo'lsa kerak. Ko'rinish qanaqa? Yoshmi yoki kattami? Ko'rinishlari uncha kattaga o'xshamaydi. Yaxshi. Tushunarli. Sizga ruxsat fuqaro Imomaliyev. Agar zarurat bo'lsa, albatta chaqiramiz. Men ketsam bo'ladimi? Ketsangiz bo'ladi. Hayır. Rahmat. Asıl so'raylik. Eshitaman. Marhamat. Guvohlar aytishiga qaraganda jinoyatchilar bolalarga o'xshaydi. Shunday ekan, voyaga yetmaganlardan shug'ullanuvchi bo'libga qo'ng'iroq qilib, ro'yxatda turuvchi o'smirlar haqida ma'lumot oldi. Yana zudlik bilan ekspertiz guruhini olib, voqea sodir bo'lgan joyga yetdi. Tushunarli. Navbatchi, leytenant Talat Bekirsin. O'rtoqlar, Talat Bekni yoningizga olasiz. Yaxshi. Odamlar. Osoyishta dunyo. Qachon yetasiz? Aytinglar, qachon? Get!
Tinchlik, oyi, tinchlik. Yomon tush ko'rdim shekilli. Qo'rqitib yuborasanlar. Oyi, Labbay. dadam qayerda? Ha, dadang. Homidalar bolam. Ha. Janozaga ketmoqchi bo'lib turibdilar. Qanaqachamiz? Kimning janozasi? Qo'shni mahalladagi bir Qosim sartarosh bor-ku, o'shani janozasi bolam. Kecha bir tunda chiqonlarlar uni o'ldirib, anhorga o'yinga tashlab ketishdi. O'zi o'ldirganlarni topishibdimi? Yo'q. Militsiya qilayotgan. Tinchlikmi bolam? Nima bo'ldi? Tinchlik, oyi, tinchlik. Oyi, menga suv bering. Suv? Ha, suv. Xo'p, bolam. Asbor. Tinchlikmi bolam? Tinchlik, oyi, tinchlik. Xo'p, hozir chiqaman. Haftadır yürüdü. Haftadır geldi. Hemşire. Kuning bitganga o'xshaydi. Baxtsho vayronadir asro. Ma'lumot tez g'alaba bo'lsin. Ekspertiza xulosasi qanday? Tekshiruv natijalari shuni ko'rsatdiki, o'rtoq polkovnik. Marhum Mirqosim Mirtillayev joni chiqishiga qadar yaxshi yerda postlagan. Uning ustiga u yerda bir-biriga o'xshamaydigan qon izlari ham bor. Eng qizig'i, qon bir vaqt uning qoni emas. Demak, marhum o'ldirishdan oldin jinoyatchilardan biriga jarohat yetkazilgan. Xuddi shunday kasalxonalar tekshirildi. Tekshirdik, o'rtoq polkovnik. Birinchi shahar kasalxonasiga oyog'idan jarohat olgan bir yigitni olib ketishdi. Hozir ahvoli og'ir. Shaxsini aniqladilaringmi? Aniqladik. O'rtoq polkovnik. Bekjonov Salim 2008-yilda tug'ilgan. 180-maktabni 8-sinfgacha borib, keyin o'qishga bormay qo'ygan. Yashash joyi Anhor bo'yi. Bekjonov Salimni kasalxonaga begona odamlar olib kelishgan. Ota-onasi bundan bexabar. Surishtirish jarayonida shuni aniqladik. Bekjonov Salim 7-kvartal 5-uy 13-xonadonda yashovchi Nasiba Kamalovanikdan kasalxonaga keltirilgan. Bemor ayolga kim bo'lar ekan? Qizig'i shundaki, bemor Nasiba Kamalovaga hech kim emas. U ayol 6 yil qamoqda o'tirib chiqqan Zaydinov Qamar degan shaxsni onasi. Bekjonov Salimning onasining aytishi bo'yicha, bundan 4 kun avval unga o'g'li nomidan bir bola pul tashlab ketgan ekan. Xo'sh, Pul tashlab ketgan bolani surishtirdingizmi? Surishtirdik. O'rtoq polkovnik, bolaning ismi Asro, familiyasi esa Mirzayev. U ham 180-maktabni o'quvchisi ekan. Yaxshi. Kalavaning uchi topilganga o'xshaydi. xuddi shunday. Demak, gap bunday. Bekjonov Salim yotgan kasalxona, Zaynidinov Qamarning uyi, Asror degan bolaning yurishtirishi qattiq nazorat ostiga olinsin. Tushunarli. Sizlarga ruxsat. Xo'p bo'ladi. O borliq nafaqaringizlar.
yana ham oshadi. Bu yerda shovqin solmang, iltimos. Doktor, meni Salimjon bilan shu yerga olib kelishgan ekan. Qaysi xonada? Salimjon, ayta qoling. Ha. Opa. Qayerda? Pardon. O'g'lingizning ahvoli juda og'ir. Uni kasalxonaga tanasi Qorasonga aylanib bo'lgandan keyingina keltirishdi. Qanaqa Qorason? Nimalar deyapsiz, doktor? Opa. Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Qilingan muolajaga hech qanday natija bermadi. Endi kirib ko'rishingiz mumkin. Sen boshqacha. Salim asrori uyiga olib kelishi, doktorga ko'rsatmay o'tib boqish. Hammasi bor. Bo'ldi. Salimni qanchalik ko'pchilik pichoq nima qiladi? Salim kasalxonada. Nima bo'ldi? Meni bolam tiriladimi? Meni bolam tiriladi. Soya kim? Menimga. Salim. Menimga to'ylar qilaman, doktor. O'limi hozir ma'qul bo'ldi. Hayotdan o'ldi, naqd bo'ldi. Juda ko'p artistlar keladi, doktor. Siz ham to'yga borasizlar. Men bilan birga o'ynaysizlar, doktor.
O'rtoq mayor, asl Soliyevich meni eshityapsizmi? Eshityapman seni Talatbek. 16-17 yoshlar chamasi. Ikkita yigit avtobusdan tushib, o'sha Bo'z laqabli Zayniddinov qamarining uyi sari jadal yo'l olishdi. Yaxshi, kuzatuvni davom ettir. Qamar uydan chiqib depsingancha ulardan nimadir so'rab talab qilyapti. O'rtoq mayor, bo'lakchada esa asror paydo bo'ldi. Ular tomon yaqinlashib kelmoqda. Ehtiyot bo'l, yonida quroli bo'lishi mumkin. Yo'q, qo'lida faqatgina ixchamgina paket bor. O'rtoq mayor, ular asrorni xursand kutib olib, hammalari uy ichkariga kirib ketishdi. Tushunarli. Tezkor guruh. Darhol 13-chi xonadan qurshovga olinsin. Nazorat. Siz ota-onalarni, maktab o'qituvchilarini loqaydlikka tutmaydi. Men yo'lidan bir guli ochilmagan inson bolasi nazorat qurboni bo'lsa-ya. Seni öldürgenler senin gibi. Büyük kul olsun. Hammasi tamam. Endi bu ahvollarning foydasi yo'q, opa. Yo'lamay desangiz, hojiyaning oldini o'g'lingiz yomg'irlar qo'lasiga qo'shilib ketishdan avvalroq olishingiz kerak. Bularning hammasi. Bolaginamning qaroq otasi sababchi. O'sha yer yutgur piyonista loqal bir martagina. Bolam kechqurunda qayerda yuribdi? Kimlar bilan ko'rishyapti deb so'rab surishtirib qo'ymagan bo'lsa, men ishtirodat qilardim. Nima yapsizlar? Bu fojiaga birgina o'g'lingizni aroq otasi emas, maktab rahbarlari ham bevosita sababchi, yaxshigina a'lochi, matematikani soz biladigan Asror Mirzayev kutilmaganda yomg'irlar to'dasiga qo'shilib ketishga maktab o'qituvchilari sababchi. Qanday qilib bir sababchi bo'lishimiz mumkin? O'rtoqlar, siz menga aytingchi, bundan bir yil avval Bekjonov Salim degan o'quvchingiz maktabni butunlay tashlab ketganda, uni ota-onasi bilan yoki o'zini chaqirib, nima uchun maktabni tashlab ketganligi sababini hech surishtirdingizmi? Xo'rangiz, Asror Mirzayev nojo'ya xatti-harakatlari xususida uni ota-onasi bilan suhbat o'tkazdik. Yo'q. Bu xususda hurmatli maktab rahbarlari uyimizga qadam ham bosishmagan. Bo'ldi boshqa. Sizga hay maktab direktori azizim. Siz ba'zan o'g'lingizni to'yda yoningizga turib dora chalish uchun birga olib ketadigan. To'ydan tushgan pullarni bir qismini esa o'g'lingizga berib yuborar ekansiz. Shu to'g'rimi? Ana shu berib yuborgan pullaringizni o'g'lingiz nimalarga sarf qilayotganligini hech surishtirganmisiz? So'rash qayerda deysiz? Qaytaga meni hayotligimda dardimni surdim. Bolalarning yelkasini silagan edi. Bu gaplarning oxiri esa qamoq bilan tugadi.
Yigit, o'rtoq direktor, siz shu choqqacha bilmagan bo'lsangiz bilib oling. Maktab rahbarligiga sizga o'xshagan o'quvchilar hayotiga loqayd qaraydigan insonlar emas, yuz ko'zlaridan mehr nuri yo'qotgan insonlargagina yarashadi.
qasd qilgan qora ko'ngillar qonunson bo'lsin. O'zgarib zamon. Senga ozodlikdan yetganda xabar. Yana nasrin gullar. Sochgun poyingga. Alvido. 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 Xayr Dilfuz. Xayr Asror. Ko'rishguncha. 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 Dunyoda ko'rishguncha deb ma'lumot ko'rishguncha bo'lmadi. Xayr sizga. O'ynab o'sgan go'zal ko'chalar. Nazarda bunaqa. Xayr sizga. Bolalikdan poylarni bosilgan go'zal maktabim. Xayr sizga. Gul chehrali sinfdoshlar